joying jannatda bo'lsin. Seni juda sog'inaman. Singman. Qanday qilib meni shunday tashlab ketishi mumkin? Qalbim og'riyapti. Bu endi nimasi? Meni o'ldirgan sizlar edingiz. Asl yuzingizni ko'rsatsangiz-chi. Nihoyat undan qutuldik. Onasini zo'rg'a yo'q qilgandik. Kim o'ylabdi o'sha qari kampir oldindan vasiyat yozib qo'yadi deb. Hamma mulk Sian Simyanga o'tib ketdi. Nima? Unda seni ham qo'ling bormi? Mutlaq. Siya oilasiga qo'shilib, shuncha yilni behuda o'tkazibman. Dada, g'azablanmasangiz-chi. Xiao oilasining boyligi endi bizniki. Amaki, Yansen, bugun uchun mendan qarzdorsiz. Agar siyosiy armiyani aldamaganimda, Seji sen uydan chiqmagan bo'lardi. Sen unga hech qachon yetib bormagan bo'larding. Alin, xavotir olma. Xiao oilasining boyligi endi seniki. Ikkinchisini o'ldiraman. Sejinchi, u yaramas nima qilyapti bu yerda? Ularni tinchiting. Nima qilyapsan? Sen Jinen, senga nima kerak? Men Siya Simyanning otasiman.